Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev 13 noyabr kuni Rossiyaga 2 kunlik davlat tashrifini yakunladi. Bu Qozog'iston-Rossiya munosabatlari tarixidagi eng yuqori diplomatik maqomga ega bo'lgan ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona aloqalarni alohida urg'ulagan birinchi safar bo'ldi. To'qayevning Moskvaga tashrifi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan norasmiy muhitda boshlandi. Kremldagi rasmiy kutib olish marosimidan bir kun o'tgach, To'qayev Putin bilan tor va kengaytirilgan formatlarda muzokaralar olib bordi. Putin muzokaralar davomida iqtisodiy hamkorlik ustuvor yo'nalish ekanligini ta'kidladi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya Qozog'istonning yetakchi savdo-iqtisodiy sherigidan biri bo'lib, investitsiyalar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Investitsiyalarga kelsak, u milliardlab dollarlarda, taxminan 27 milliard dollarni tashkil etadi. Rasmiy uchrashuvdan so'ng Rossiya va Qozog'iston prezidentlari o'z mamlakatlari munosabatlarini har tomonlama strategik sheriklik va ittifoq darajasiga o'tkazish to'g'risida deklaratsiya imzoladilar. Jami 14 ta hujjat, jumladan Rossiya va Qozog'iston hukumatlari o'rtasida 2026-2030 yillarga mo'ljallangan keng qamrovli iqtisodiy hamkorlik dasturi imzolandi. Vashingtonda Markaziy Osiyo davlatlarining prezidentlari Oq uy sohibi Donald Tramp bilan uchrashdi. Bu safardan bir hafta o'tib, To'qayev Moskvaga keldi. To'qayevning Moskvaga tashrifi shuni ko'rsatdiki, Qozog'iston hali ham muvozanatni saqlashga, Rossiya bilan munosabatlarni davom ettirishga, lekin ayni paytda G'arbga ham eshiklarni ochiq qoldirishga intilmoqda. Bu malay hukmdorlar islom dushmanlari bilan do'stdirlar va ular haqiqiy xoinlardir. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Innallazina yuhadduna Alloha va rasulahu ulaika fil azallin. Albatta, Alloh va uning payg'ambari chizgan chiziqdan chiqqan kimsalar, ana o'shalar eng xor kimsalar qatoridadirlar.